Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Chempionlar Ligasi 8 dan 1 final qur'asi rasman o'tkazildi. Endi asosiy juftliklar bilan tanishamiz. Parij, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bavariya, Newcastle, Barcelona, Atletico Madrid, Tottenham, Bodo Glimt, Sporting, Bayer, Arsenal. Qur'a natijalari shulardan iborat edi, do'stlar. Oldimizda juda kuchli va intriga to'la o'yinlar kutib turibdi. Qaysi jamoa chorak finalga chiqadi deb o'ylaysiz? Izohlarda fikringizni qoldiring. Birinchi o'yinlar 11-12 mart kunlari, javob uchrashuvlari esa 18-19 mart kunlari bo'lib o'tadi. Oldimizda haqiqiy futbol bayrami. Sizningcha qaysi jamoa chorak finalga chiqadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Birinchi o'yinlar 11-12 mart kunlari, javob uchrashuvlari esa 18-19 mart kunlari bo'lib o'tadi. Oldimizda haqiqiy futbol bayrami. Sizningcha qaysi jamoa chorak finalga chiqadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Birinchi o'yinlar 11-12 mart kunlari, javob uchrashuvlari esa 18-19 mart kunlari bo'lib o'tadi. Oldimizda haqiqiy futbol bayrami. Sizningcha qaysi jamoa chorak finalga chiqadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Birinchi o'yinlar 11-12 mart kunlari, javob uchrashuvlari esa 18-19 mart kunlari bo'lib o'tadi. Oldimizda haqiqiy futbol bayrami. Sizningcha qaysi jamoa chorak finalga chiqadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Birinchi o'yinlar 11-12 mart kunlari, javob uchrashuvlari esa 18-19 mart kunlari bo'lib o'tadi. Oldimizda haqiqiy futbol bayrami. Sizningcha qaysi jamoa chorak finalga chiqadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Birinchi o'yinlar 11-12 mart kunlari, javob uchrashuvlari esa 18-19 mart kunlari bo'lib o'tadi. Oldimizda haqiqiy futbol bayrami. Sizningcha qaysi jamoa chorak finalga chiqadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Birinchi o'yinlar 11-12 mart kunlari, javob uchrashuvlari esa 18-19 mart kunlari bo'lib o'tadi. Oldimizda haqiqiy futbol bayrami. Sizningcha qaysi jamoa chorak finalga chiqadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Birinchi o'yinlar 11-12 mart kunlari, javob uchrashuvlari esa 18-19 mart kunlari bo'lib o'tadi. Oldimizda haqiqiy futbol bayrami. Sizningcha qaysi jamoa chorak finalga chiqadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Birinchi o'yinlar 11-12 mart kunlari, javob uchrashuvlari esa 18. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.